Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun sizlarga men aholi daromadlari va davlatning ijtimoiy siyosati mavzusida, ya'ni taqdimotni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Mana shu mavzumizda 3 ta rejamiz mavjud. Birinchi rejamiz aholining daromadlari, ularning turlari va manbalari degan rejamiz. Ikkinchi rejamiz aholining turmush darajasi ko'rsatkichlari tizimi. Uchinchi rejamiz esa daromadlar tengsizligi va uning darajasini aniqlash bo'yicha mana shu mavzuga tegishli 3 ta rejamizni belgilab olganmiz. Biz mana shu mavzu doirasida birinchi o'rinda aholining daromadligi, ya'ni aholining daromadligi, biz bilamizki, aholining daromadligi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, iste'molga bo'lgan talablari shuncha yuqori bo'lib qondirilib boriladi. Ya'ni rejamizning birinchisi aholining daromadi, ularning turlari va manbalariga keladigan bo'lsak, ya'ni aholining daromadi ma'lum vaqt mobaynida, misol uchun ma'lum davrda, ma'lum oy yoki yil davomida aholimizning daromadligi, ya'ni daromadga ega bo'lishi. Ya'ni buning negizida aholining iqtisodiy faoliyat yuritishi tushuniladi. Ya'ni aholimiz biror bir iqtisodiy faoliyatni yuritish natijasida daromadga ega bo'lib boradi. Mana taqdimotimizda aholining daromadi, ya'ni ma'lum vaqt oralig'ida, masalan 1 yilda ular tomonidan olingan pul va natural shakldagi tushumlar miqdori. Ya'ni pul tushumi, bilasizlar, mahsulotning sotishdan tushgan pul tushumini aytishimiz mumkin. Ya'ni bu aholining daromadi. Yoki biror bir faoliyat yuritish natijasida oyda yoki haftada yoki oylarda biz daromadga, ya'ni ega bo'lishimiz, ya'ni biror bir iqtisodiy faoliyatning yuritish natijasida daromadligimizni orttirib borishimiz. Aholi daromadlari iqtisodiy kategoriya sifatida bir tomondan xo'jalik yurituvchi subyektlar va davlat o'rtasida, ikkinchi tomondan uy xo'jaliklari va individlar o'rtasida yangidan yaratilgan qiymat qismi o'zlashtirish, taqsimlash va qayta taqsimlash borasida yuzaga keluvchi umumiy munosabatlarni ko'rsatadi. Mana biz aytishimiz mumkinki, aholimizning daromadi o'ssa, aytdikki, yuqorida iste'molga bo'lgan talabimiz ortib boradi. Ya'ni iste'molga bo'lgan talabimiz deganimizda biz aytganmizki, ehtiyojlar cheksiz, resurslar cheklangan. Ya'ni iqtisodiyotning bosh masalasi nimada? Ya'ni iqtisodiyotning bosh masalasi cheklangan resurslardan samarali foydalanib, aholimizning, ya'ni cheklanmagan ehtiyojlarini qondirish. Ya'ni mana shu cheklanmagan ehtiyojlarni qondirib borilishi, bilamizki, daromadga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri aholining daromadiga bog'liq. Ya'ni aholining daromadi qancha yuqorilab borishi ehtiyojlarning birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlarning qondirilib borilishiga olib kelar ekan. Ya'ni aholining daromadlari, qarangizlar, qayta tiklash vazifasi, maqomiy vazifasi, rag'batlantiruvchi vazifasi va farovonlikni oshirish vazifalariga bo'linar ekan. Aholining daromadlarining ta'sisi, ya'ni belgilar, ifodalanish shakliga ko'ra, ya'ni daromad turlariga, ya'ni pullik, natural. Biz natural deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni natural deganimizda mana shu aholimiz o'zining ehtiyojini qondirish uchun, ya'ni iste'molga bo'lgan talabini qondirish uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Ya'ni aholimiz o'zining ehtiyojini qondiradi va undan ortiqchasini, ya'ni iste'moldan ortiqchasini realizatsiya qiladi, ya'ni sotadi. Ya'ni ikkinchi belgimiz olinuvchi xususiyati. Bu yerda daromad turlarida esa mehnat daromadlari, mehnatga oid bo'lmagan daromadlarga, qarangizlar, bu ikkalasi bir-biriga bog'liq holda. Uchinchisi esa olinishning qonuniyligi. Qonuniy daromadlar, noqonuniy daromadlar. Qonuniy daromadlarga, ya'ni biror bir iqtisodiy faoliyatni yuritish natijasida erishadigan daromadlarimiz qonuniy, ya'ni qonun doirasida olib boriladi. Ya'ni noqonuniy daromadlar esa yashirincha iqtisodiyot tomonidan kelinadigan daromadlarga aytishimiz mumkin.
omillar nazariyasiga muvofiq daromad turlari, ya'ni omillar nazariyasiga muvofiq asosiy ishlab chiqarish omillari quyidagilar: tabiiy boyliklar, yer va tabiiy boyliklar, investitsiya boyliklar, mehnat, tadbirkorlik faoliyati. Ya'ni tabiiy boyliklar yer. Ya'ni yer bilasizlar bizning tabiiy boyligimiz. Endi tabiiy boylik yerdan biz unumli foydalangan holda aholimizni iste'molga bo'lgan talablari uchun, ya'ni kerak bo'ladigan mahsulotlarni yetishtirishimiz, yerdan unumli foydalanishimiz, yerni unumdorligini oshirib borishimiz, yerda eroziyaga uchrashishining oldini olishimiz bu bizning burchimiz hisoblanar ekan. Ya'ni bu yer tomonidan kelinadigan daromadlar. Keyingisi investitsiya boyliklar, ya'ni investitsiyalar tomonidan olinadigan daromadlarimiz va keyingisi mehnat. Ya'ni mehnat bilasizlar insonni ulug'laydi. Ya'ni William Pitt aytganki, iqtisodchi olim, mehnat insonni ulug'laydi. Ya'ni mehnat insonni ulug'laydi deganimizda mana shu biz biror bir iqtisodiy faoliyatni yuritishimiz natijasida, ya'ni mehnat qilishimiz natijasida biz daromadligimizga, ya'ni daromadga erishamiz. Daromadligimizni orttirib boramiz. Daromadligimizni orttirib borish natijasida iste'molga bo'lgan talablarimizni qondirib boramiz. Ya'ni iste'molga bo'lgan talablarimiz birlamchi ehtiyojlar, ikkilamchi ehtiyojlar va cheksiz ehtiyojlar. Ya'ni daromadligimiz yuqori bo'lishi natijasida mana shunday iste'molga bo'lgan talablarimiz qondirilib ortib borar ekan. Keyingisi esa tadbirkorlik faoliyati. Ya'ni mamlakatimiz prezidenti tomonidan mana shunday bir chora tadbirlarni amalga oshirish, ya'ni xususiy biznesni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkinki, tadbirkorlik faoliyatini yuritish natijasida ham aholini iste'molga bo'lgan talabini qondirish hamda o'zining daromadligini oshirib borish. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatida biz ham iste'molga bo'lgan talabimiz qondirilar ekan, ikkinchidan daromadga bo'lgan daromadimiz yuqoriligi bo'lar ekan va uchinchidan aholini ish bilan band qilar ekanmiz. Ya'ni bu yerda qarangizlar, xufiyona iqtisodiyot rivojlanishini tavsiflovchi omillar 3 guruhga ajratish mumkin ekan. Ya'ni birinchisi iqtisodiy omillar, ikkinchisi ijtimoiy omillar, uchinchisi esa huquqiy omillarga bo'linar ekan. Noqonuniy faoliyat turlari deyapti. Ya'ni ishlab chiqarish faoliyati, ishlab chiqarish faoliyatlariga nima bo'lyapti? Bo'linyapti. Ya'ni ishlab chiqarish faoliyatida birinchisida kontrabanda, ya'ni tamaki mahsulotlari, ulgurji va chakana savdosi, ya'ni qurol-yarog'lar, spirtli ichimliklar, oziq-ovqat mahsulotlari, avtomobillarni olib qochish. B-sida narkotik moddalarni ishlab chiqarish va sotish. V-sida fohishabozlik, G-sida yashirin ko'ngil ochar o'yinlar, D-sida esa yashirin abortxonalar, Y-sida esa korrupsiya, pora berish, sotib olish, J esa og'irlik. Ya'ni noishlab chiqarish faoliyatida birinchi A-sida talon-tarojlik va o'g'irlik. Avtomobillar, san'at ishlanmalari, kvartiralar, muassasalar, yuk avtomobillaridan tovarlar, yengil avtomobillardan tovarlar, siflar, qimmatbaho buyumlar. B-sida esa boshqa jinoyatlar, garovga olish, firibgarlik, tamagirlik. V-sida esa huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan qonuniy ishlab chiqarish faoliyatlari. Bo'ldi. Mana taqdimotimizda ko'rishimiz mumkinki, aholi pul daromadlari va natural daromadlar. Ya'ni ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad, nafaqa, pensiya, stipendiya, mulkdan foiz, dividend, renta va natural daromadlarimizga uy xo'jaliklarining o'z iste'mollari uchun ishlab chiqargan mahsulotlari ish haqi hisobga olinadigan mahsulotlar. Ya'ni qarangizlar, aholi pul daromadlari birinchisida ish haqi turibdi.
Ish haqi, ya'ni aholimizning asosiy daromadi ekan. Ya'ni ish haqi nechiga bo'linardi? Ikkiga bo'linadi. Real va nominal ish haqlariga bo'linadi. Keyingisi tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan biror bir iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish natijasida tushadigan pul tushumlar. Ya'ni iqtisodiy faoliyatning asosiy negizi bilasizlar foydalilikka erishish. Foyda olish maqsadida iqtisodiy faoliyatni nima qilamiz? Yuritib boramiz.